Har yili hayitda bir xil chak-chak qilish joniylarga temadimi? Kelinglar bugun noodatiy dasturxoninglarni chiroyli qilib bezatib turadigan yangicha chak-chak tayyorlaymiz. Yangicha deb sal noto'g'ri gapirib yubordim. Bu chak-chak 10 yil oldin ham trendga aylangan. Idishga hamma mahsulotlarni solib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xuddi shu protsessni yana bir marta qaytarib, kakaoli xamirni tayyorlaymiz. Oq xamir ikkiga bo'lib, xamirlarni tindirib, o'rtacha yupqalikda yoyib olamiz. Ustini taxlab, o'zimizga kerakli qalinlikda yoyib olamiz. O'rtacha qalinlikda yoyilgan xamirlarni kichkina kvadrat shaklda kesib olamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek tugib olamiz. Chetlarini yaxshilab yopishni maslahat beraman, bo'lmasam yog'da ochilib ketishi mumkin. Protsess endi tushunarliroq bo'lishi uchun sizlarga yaxshilab ko'rsatdim. Endi tugilgan chak-chaklarni yog'da qo'rib olamiz. Yog'inglar juda ham qizib ketmasin. Chak-chaklarni ham o'rtadan pastroq olovda qo'rib olaylik. Chak-chakka sirop qilsak bo'ldi. Hayitdan oldin bo'lsa, hamma bekalar uyini tozalasa kerak. Ish quroli soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'ladi. Yaxshi ham hozir tozalash vositalarini mingdan ortiq turlari mavjud. Masalan, gazir shotkalarni qotib qolgan yog'larni xuddi shu sredствоda ketqizsa bo'ladi. Kuyib ketgan choniyni bo'lsa, gapirmasa ham bo'ladi. Sepilganiga 5 minut bo'lganiga qaramasdan qo'lim bilan qilsam toza bo'ladi. Shotkalar ham yep-yangi. Chak-chakimiz ham tayyor, uyli ham top-toza, ko'ngil xotirjam bo'ldi.